Jahon chempionatida chorak finalning yana 2 ishtirokchisi ma'lum bo'ldi. Carlo Ancelotti boshchiligidagi Braziliya Norvegiyaga qarshi maydonga tushdi. Birinchi bo'limning avvalida Mateus Cunhaga nisbatan qo'pollik ishlatilgani uchun Vikinglar darvozasiga penalti belgilandi. Biroq undan Bruno Guimarães unumli foydalana olmadi. Hisob esa ikkinchi bo'limning 79-daqiqasida Erling Haaland tomonidan ochildi. O'yin asosiy vaqtining so'nggi daqiqasida Haaland dublga erishib, mundialdagi gollari sonini 7 taga yetkazib oldi va Mbappe hamda Messiga yetib oldi. O'yinga qo'shib berilgan daqiqalarning so'nggisida esa Neymar penaltidan gol urib, hisobni qisqartirdi. Ammo bu Braziliya uchun yetarli bo'lmadi. Xayr, Braziliya. Turnirning hozirgacha o'tkazilgan o'yinlari o'rtasida Meksika va Angliya bahsi eng chiroylisi bo'ldi desak mubolag'a bo'lmaydi. Boisi ikkala jamoa ham o'ta kuchli o'yin namoyish etdi. Inglizlar birinchi bo'limda 99 soniya ichida 2 ta gol urishga erishdi. Ularning muallifi esa Jude Bellingham bo'ldi. Tuchel jamoasining ikkinchi golidan 4 daqiqa o'tib, Julian Quinones hisobni qisqartirdi. Ikkinchi bo'limning 60-daqiqasida Harry Kane penaltini aniq amalga oshirdi. Biroq oradan hech qancha vaqt o'tmasdan Kanening o'zi penaltiga sababchi bo'ldi. Raul Jimenez uni aniq amalga oshirib hisobni qisqartirdi. 3-2. Xayr, Meksika. Aytgancha, inglizlar 54-daqiqadan boshlab o'yinni bir kishi kam bo'lib o'tkazdi. Boisi Jarrell Quansah qo'polligi ortidan qizil kartochka olib maydonni tark etdi. Shuningdek, noqulay ob-havo sabab o'yin 1 soat kech boshlanganini ham aytish lozim. Eslatib o'tamiz, chorak finalda Angliya Norvegiya qarama-qarshiligining guvohi bo'lamiz.